O'zbekistonda saraton kasalligiga qarshi aktiv kurashayotgan shifokor sifatida men sizlarga yana bitta zo'r tavsiya bermoqchiman. Saraton kasalligiga qarshi aktiv kurashadigan shafran o'simligi haqida. Bu o'simlik hujayra apoptoz bo'lish jarayonini normallashtirib beradi. Demak, DNK mutatsiyasini oldini oladi va hujayra membranasini shikastlangan sohalarni reparatsiya qilishga yordam beradi. Bu o'simlikni 1 grammini siz 1 yil davomida iste'mol qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni shu o'simlikdan 3 dona olasiz. 3 donagini olasiz, 200 gram qaynagan suvda damlab, 2 kunda bir, 3 kunda bir iste'mol qilib tursangiz bo'ladi. Damlab choy qilib iste'mol qilib tursangiz bo'ladi. Albatta 3 donadan buni oshirish mumkin emas, chunki peredozirovka holatlari bo'lishi mumkin. Agar siz shuni doimiy iste'mol qilib yursangiz, ya'ni 1 yil davomida 1 gram mahsulotni iste'mol qilib yursangiz, siz saraton kasalligidan demak uzoqda bo'lasiz. O'ylaymanki, bu videomiz saraton kasalligini oldini olish uchun juda ham manfaatli bo'ladi va agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar va albatta o'ziga yaqin insonga yuborib qo'yishinglarni tavsiya qilaman. E'tiborlari uchun rahmat. Hurmat bilan, doktor Zulxumor.